Bu videoni diqqat bilan ko'ring. O'zbekistondagi 80% ota-onalar farzandi bilan bunaqa gaplashmaydi va to'g'ri muloqot qilishni bilishmaydi. Agarda farzandida diagnoz bo'ladigan bo'lsagina, keyin bunaqa mashg'ulot o'tkazishim kerak yoki shunaqa gaplashishim kerak deb o'ylashadi. Aslida bu noto'g'ri. Bu metodika analiz sintez metodikasi hisoblanadi. Men hozir sizlarga aynan shu metodikani ko'rsataman va o'zingiz ham farqi yo'q, har qanday farzandingiz bilan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan bemalol aynan shu metodikani qilib ko'rsanglar bo'ladi. Kesaja. Qara, men senga hozir rasm ko'rsataman, ya'ni vizualni ko'rsataman bolaga va voqeani aytib beraman. Bitta bola kelyapti. U bola kimning oldiga keldi? Doktorning oldiga keldi. Doktorga o'zini o'yinchog'ini olib keldi. Ya'ni odamcha o'yinchog'ini va quyoncha o'yinchog'ini olib keldi. Va doktor odamcha o'yinchog'iga nima qildi? Nima qildi? Termometr qo'ydi va uni davolamoqchi bo'ldi. Va bundan bola xursand bo'ldi. Bola shifoxonaga o'zini o'yinchoqlarini olib keldi. Mavzu nima haqida ketyapti? O'yinchoq haqida. O'yinchoq haqida, yana kim haqida? Odam haqida. Odam. Nima deb o'ylaysan? Ular ko'chada bola o'yinchoqlarini olib borishdimi, ko'chada gaplashyaptimi yoki bo'lmasa xonadami? Xonada. Xonada. Bola qayerga olib bordi? Doktorga. Doktorga olib bordi. Qani endi men senga aytganim bo'yicha aytib ber. Nimalarni eslab qolding men aytganimda? Nimalarni eslab qolding? Men senga bitta eslataman. Ana, nimalarni eslab qolding? Anaqa odam o'yinchoq. Odam o'yinchoq nima qildi? Odam anaqa o'yinchog'ini olib keldi. Aha. Nima deb o'ylaysan? Xonada nechta odam bor edi? 4 ta. 4 ta odam bormidi? Xonada nechta odam bor edi? Odam. 2 ta. Ha. Nechta o'yinchoq bor edi? 3 ta. 2 ta. Xo'p, nima deb o'ylaysan? O'yinchoqlar jonlimi, odamlar jonlimi? Odamlar jonli. Aha, nimasi bilan jonli? Nega o'yinchoqlar jonli emas? Chunki u o'yinchoq. Chunki o'yinchoq nima qilmaydi? Nima qilmaydi? Gapirmaydi. Yana Qimirlamaydi. qimirlamaydi, to'ppa-to'g'ri yana. Ovqat yemaydi. Yana Yurmaydi. yana yurmaydi. Gapirmaydi, o'ylamaydi, to'g'rimi? Xo'p, ana endi sen menga aytib ber. Shularni ichida qaysi biri xafa? Eslab qoldingmi yuzini? Qara, qaysi biri xafa? Hammasini yuzini eslab qoldingmi? Qaysi biri xafa ekan? Yo'q. Quyon xafa. Qaysi birlari xursand? Odam. Odam xursand yana? 2 ta odam. Keyin bitta odamli o'yinchoq. Odamli o'yinchoq xursand. Xo'p, nechta odam o'tiribdi? Nechta o'yinchoq turibdi? Nechta o'yinchoq o'tiribdi? Nechta odam turibdi? 2 ta odam o'tiribdi. Odam o'tiruvdimi? Yo, turibdi. Aha. 2 ta o'yinchoq o'tiribdi. O'tiruvdi, to'ppa-to'g'ri. Xo'p, ana endi xonasini rangi qanaqa edi? Eslab qoldingmi? Esla. Hozir men senga rasmni ko'rsatdim. Pushti. Yaxshilab tikilib bor. Sari. 1, 2, 3, 4, 5. Xo'p, bola kiyib olgan futbolka qanaqa rangda edi? Qizil. Qizil. Doktorchi? Oppoq. Oppoq. Молодец. Quyon nima kiyim kiygan edi?
Kimlikka. To'g'ri. Ya'ni biza bu rasmlar orqali bolani har tomonlama xotirasi, diqqati, e'tibori, undan tashqari tahlil qilish, oddiy kontekstlardagi buyruqlarni tushunadimi, yo'qmi, interverbal ko'nikmasi bormi, yo'qmi, vizual rasmni olib qo'ygandan keyin ham aynan shu rasmni tasavvur qilgan holatda, vaziyatga tayangan holatda gaplasha oladimi, tahlil qila oladimi? Aynan shular bilan gaplashdik va bolamiz o'zini bilimlariga tayangan holatda savollarimizga javob berdi. Siz shu tariqasida bola bilan bemalol muloqotga kirishishingiz mumkin va birgina rasm orqali uni idroki, xotirasi, tushunchasi, bilish jarayonlari, akademik ko'nikmalari, ya'ni sanash ko'nikmalari, akademik ko'nikmalari, ranglari, xonani rangi qanaqa, kiyimini rangi qanaqa degandagi akademik ko'nikmalarini bilib, so'rab shakllantirishingiz mumkin. Aziz ota-onalar, oddiygina rasm orqali bolani har tomonlama rivojlantirishingiz bemalol mumkin. Siz farzandingizga undan tashqari har kunlik plan tuzish va to'g'ri planda ketayotganini unga shakllantirishingiz mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Bolam, kuning qanaqa o'tdi? Bugun kimlar bilan do'st bo'lding yoki kimlar bilan urushib qolding? Bugun kayfiyating qanaqa bo'ldi? Kayfiyating nega xafa bo'ldi? Yoki bo'lmasa, bugun san qanaqa kayfiyatda yurding deganimizdan tashqari bugun nimalarni o'rganding? Bugun bog'chaga, maktabga ketayotganingda yo'lda nimalarni ko'rding? Kimlarni ko'rding degan savollarni ko'proq berib, uni bugungi o'tgan holati, kimlar bilan suhbatda bo'lgani, kayfiyati qanaqa bo'lgani, yangi qanaqa bilimlar olgani haqida shunchaki og'zaki muloqot natijasida gaplashib boladan so'rashingiz kerak. Bu nimaga bog'liq? Bola agarda qanaqadir bugungi planlarida noto'g'ri bo'lgan ish bo'lsa, siz noto'g'ri qilibsan deb emas, o'rniga bunaqa qilsang yaxshiroq bo'lardi, sani kayfiyating yana ham yaxshiroq bo'lardi degan holatni shakllantirasiz va bola ona bilan har doim suhbat quradigan, maslahatlashadigan, yordam so'raydigan holatda bo'ladi. Albatta ota-onalar farzandingizga unaqama, bunaqa qil deb o'rgatish shart emas. Ular bilan shunchaki gaplashgan tarzda o'rniga mana bunaqa qil, o'rniga bunaqa qil degan holatlarni aytsak, bolaga asta-sekinlik bilan qo'yilishni boshlaydi. Albatta bizaga ham kimdir aql o'rgatsa yoqmagani kabi, bolalar ham podshoh bo'ladi. Ularga faqatgina shirin so'zlik, to'g'ri tushuntirish, qilayotgan ayblarini go'zal holatda yoritib berish, urishmasdan turib, san xato qilding deb emas, o'rniga mana shu ishni qilsang yaxshiroq bo'lardi deb o'rgatganinglar siz uchun ham farzandingizni tarbiyasi uchun ham juda ham muhim.